Всем assalomu alaykum. Xullas o'rtoqlar, bugun bizda ayamdan retsept, ya'ni pahlavani retseptini birgalikda tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib 5 ta tuxumni oqini olib xolodilnikka solib qo'ydik. Keyin qattiqqa soda solib, tuz solib olib qo'ydik uni ham. Undan keyin shu 250 gram margarinimizni un shakliga yaltirishni boshladik. Orada razir krisel sovordik. Keyin anu 5 ta tuxumimizni bittasini olib qo'ydik. Oxirida ustiga surkash uchun. Xamirimizni shunday qilib, chiroyli qilib, yumshoqqina qilib bo'lganimizdan keyin 3 ga bo'lib, bularni yana xolodilnikka olib qo'ydik. Ungacha bu yerda yong'oq va mayizni yuvib shunaqa qilib qo'ydik. Bu yer tarafda o'sha xamirimiz xolodilnikda tayyor bo'lib chiqdi. Birinchi bo'lib o'rtaga qiladigan xamirimizni pishirib olamiz. Undan keyin u xamirimiz pishguncha ichidagi nachinkasini tayyorlashni boshlaymiz. Xolodilnikka qo'yib qo'ygan tuxumimizni oqini olib, shu ko'rinishda mikserda urishni boshlaymiz. Undan keyin oz-ozdan shakar qo'shib, shu ko'rinishga keltiramiz. Bu vaqtda xamirimizning o'rtasi ham pishdi. Keyingilarini birin-ketinlikda yoyib, shu ko'rinishda ichiga bezashni boshlaymiz. To'liq retseptni kommentda yozib qoldiraman. Shu videoga like bosish va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Menimcha har bitta insonda o'xshaydi. Hamma harakat qilib ko'rish kerak baribir. Shuni qilib, biz masalarimiz tayyor. Shuni chiroyli ko'rinishga keltirib olamiz. Oxirida ustiga tuxumni sarig'ini surkab olib, shu ko'rinishda kesib chiqamiz. Pishirgani qo'yamiz. Va biz pahlavamiz shunaqangi chiroyli bo'lib chiqdi. Hammaga rahmat.